Tak. Assalomu alaykum. Jigarlar, charchamayapsizlarmi? Tinchmisizlar? Xo'p, Kamina Navro'z Murod Silver Bulut YouTube kanali orqali yana sizlar bilan ko'rishib turganimdan juda ham xursandman. Xo'p, demak bugun 6-mart 2026-yil va bugungi ko'rishib turishimizning sababi aynan o'zimni futures akkauntlarda foydaga chiqargan risk management deymizmi, tartib intizom deymizmi, o'sha o'zim shu futures akkauntlarida qo'llagan usullar deymizmi, xullas o'shani jamlab sizlarga chiroyli qilib bugun bitta video obzor qilmoqchiman. Inshaalloh hammaga manfaatli, foydali bo'ladi degan umiddaman. Demak, undan oldin bitta narsani aytib qo'yaman. Agar YouTube'da meni ko'rib qolgan bo'lsangiz, Telegram kanalim bor. Siz futures akkauntlarga qiziqayotgan bo'lsangiz, umuman trading sohasida ishlab yurgan bo'lsangiz, albatta YouTube kanalimga obuna bo'lib qo'ying. Mana bu yerda Murod Silver Bulut YouTube debman, Telegram kanalim ga obuna bo'lib qo'ying. Mana bu yerda silkasi, yana videoning описаниясida ham silkasini qoldiraman. Telegram kanalida kunlik g'oyalar, kunlik yo'nalishlar, ideyalar, muhim yangiliklar, trading sohasiga oid va hokazo kunlik ideyalar hamma narsa o'sha Telegram kanalimda muntazam aktiv ravishda bo'lib turadi. Demak, bugungi videomizni boshlaymiz. Xo'p. Futures account. Bilasizlar, biz shu paytgacha futures akkauntlarda ishlash bu biz uchun yangi pog'ona, yangi davr desak ham noto'g'ri bo'lmaydi. O'shaning uchun xo'p, o'tgan yili shaxsan o'zim sentyabr oyidan beri futures akkauntda ishlab kelyapman va noyabrda va kecha yaqinda tashladim. Orada bitta payantni tashlaganim yo'q. Kecha va noyabrdagisini aynan YouTube'ga tashlagan edim. Endi futures akkauntlarda shu paytgacha sentyabrdan beri ishlab kelayotgan bo'lsam, orada pul yechdim va orada uzilishlar bo'ldi. Bunga sabab safety akkauntlardan futures akkauntlarga o'tganim. Va bitta narsani aytib qo'yay, safety akkauntlar shu paytgacha o'zimiz MetaTrader 5 da 100 ga 50 ga sotib olib, ulab ishlab kelayotgan akkauntlarimiz nima bo'ladi? CFD akkauntlar hisoblanadi. Futures akkauntlar sal boshqacharoq, to'g'rimi? Bugun sizlarga safety bilan futuresni qanaqa, nima, u qanaqa akkaunt, bu qanaqa akkaunt emas, aynan anaqasini farqini, nima edi? Risk managementining farqini hisoblaymiz bo'ldi. Hozir safety bilan futuresning umumiy farqlarini aytib o'tirishga bugungi darsimiz boshqa mavzuda demoqchiman. Xullas, xo'p, futuresga o'tganimizdan keyin bizda shaxsan o'zimda futuresga o'tgandan keyin sentyabrda o'tgan bo'lsam, noyabrda pul yechgan bo'lsam, Funding Ticksdan YouTube'da bor, ko'rsalaring bo'ladi. Yechgan videolarim ham bor. Pul yechganimdan keyin orada uzilish bo'lib qoldi. Nega? Sababi safetyda ishlab yurgan odam futuresga o'tgandan keyin safetyda qilingan risk menejmenti bilan futuresda qilingan risk menejmenti ishlash yo'nalishi bir-biriga sal to'g'ri kelmaydi. Balkim oralaringda meni fikrimga qo'shilmaydiganlar bo'lishi mumkin. Bu noto'g'ri narsa emas. Bu hammani o'zini shaxsiy fikri. Shaxsan o'zimda bo'lgan case bu. Ya'ni safetydagi harakat bilan, safetydagi risk management bilan futuresda men ancha qiynaldim. Lekin bu men uchun dars bo'ldi va oxiri qolipimni, yo'nalishimni topdim desam ham bo'ladi aynan futures akkauntlarda. Xo'p, ketdik. Demak, safety akkauntlar o'sha biz ishlab kelgan MetaTrader 5 da ishlab yurgan safety akkauntlarimiz.
futures akkauntlarimiz, ular endi boshqacha, yangi davr, yangilik. Xo'p, endi xo'p, birinchi o'rinda mana bu men o'zim qo'llagan risk management va tartib intizomning qilinadigan ishlarimning nima edi, ro'yxati desak ham bo'laveradi va hokazo. Endi bunga to'xtalishdan oldin mana bu yerda har bitta savdo uchun $150 risk qilish kerak deb qo'yganman. Nega aynan $150 qilish kerak? Aynan nega $150? O'shani ana endi hozir siz bilan birinchi nega $150 qilishimiz kerak ligini tushunib olamiz. Undan keyin men buni bir chekkadan sizga tushuntirib o'tishga harakat qilaman. Demak, sizda win rate degan narsa bor, bilasizlar. Traderni win rate, ya'ni nima deydi? O'sha natijasining past balandligini foiz ko'rinishi, to'g'rimi? Win rate'imiz bor, to'g'rimi? Demak, shaxsan o'zimda 35dan 55%gacha o'rtacha win rate'da yuraman. 55%gacha o'rtacha win rate'da yuraman. Demak, safety accountda bilasizlar, safety accountda kelinglar 50 ga misolda keltiraman. Masalan, futures 50 ga, short 50 ga va safety dan ham 50 ga short oldik, to'g'rimi? Mana 50 ga. Endi qaranglar. Safety ning общий prosatkasi 10% bo'ladi, to'g'rimi? Demak, 10% bo'ladi. Общий prosatkasi bu pul hisobida $50,000 ning yo'qotish pulimiz, общий yo'qotish pulimiz nima bo'ladi? $5,000 hisoblanadi, to'g'rimi? $5,000. Xo'p. Ana endi 50 ga futures accountda bizga nima qiladi? 4% gina anaqa beradi. Общий puldan, ya'ni $50,000 dan 4% yo'qotsang, accounting uxlaydi deydi. Ya'ni bu degani $2,000 nima qiladi? Bizga imkoniyat beradi. Ya'ni risk qilishimiz uchun $2,000 pul beradi. Demak, futures account $48,000 bo'lganda 48,000 ga tushirib qo'ysangiz uxlaydi. Safety account $45,000 gacha bemalol tushirib ishlasangiz bo'ladi. Ya'ni 46,000, 47,000 qilib yana ko'tarib, yana ishlab, shunaqa qilib olib chiqib ketsangiz bo'ladi. To'g'rimi? Biz shu paytgacha shunaqa qilib ishlaganmiz safety accountda. Lekin futures accountda unaqa emas. Futures accountda, ya'ni 50,000 lik short olib turib 51,000 qilsangiz ham mana 49 ga o'zgarib qoladi, to'g'rimi? U boshqa tema, mayli. Demak, общий prosatkasi 48 ham deylik. Ana endi siz win rate'ingiz 35 bilan 55 orasida yursa, safety accountlarda bilasizlar, doim 1% risk qilganmiz. Demak, 10% riskka imkoniyatimiz bor. Bu degani biz 10 ta imkoniyat bersak bo'ladi zdekalarimiz uchun, to'g'rimi? 10 ta imkoniyatimiz bor safety accountni oqizishimiz uchun. Demak, 10 ta zdekaga imkoniyatimiz bo'lsa, biz 1% dan risk qilsak, biz 35-55 win rate orasida yuradigan bo'lsak, bu degani 10 ta imkoniyatimizdan 4 tasi yo 5 tasi o'xshaydi yoki 3 tasi o'xshaydi degani. Qolgani o'xshamaydi degani. Demak, zdeka ochamiz, birinchisi o'xshamadi, ikkinchisi o'xshamadi, uchinchisi o'xshamadi, xullas 4 ta o'xshadi. 10 ta imkoniyatimiz bor edi-ku, 4 tasi o'xshadi, 6 tasi o'xshamadi. Demak, 6% minus safety accountnikini hisoblayapmiz va 4% plus bo'ldi. 4% plus bo'ldi. Demak, 6% minusimiz qancha bo'ladi? $500 dan risk qilinadi-ku, 50 ga hisobida hisoblayapmiz. 50 ga 1%imiz $500. Demak, 6% minus qildik, $3,000, to'g'rimi? $3,000 minus 4% plus qildik, 1 ga 3 RR bilan ishlaymiz, bilasizlar, eng kami 1 ga 3 olib chiqib ketamiz. 1 ga 3 olib chiqib ketganimizda ham 4% risk qilib turib 1 ga 3 olib chiqib ketsak,
Demak, 3 ni 4 ga ko'paytiramiz, $12,000 bo'ladi. To'g'rimi? Ana endi boya minus qildik-ku $3,000. 3,000 ni 12,000 dan ayirsak, bizga itogi qolyapti nima? $9,000, to'g'rimi? 9,000. Voy. Tak. 6% minusimizda 4% risk qildik. 1,5 ming. Bitta zerkamiz 1,5 ming bo'lganda, yo'q, kechirasizlar, mana bunaqa bo'pti hozir. Demak, 4% ni 4 ni 3 ga ko'paytirsak 12 bo'ladi. $6,000 bo'ladi. Kechirasizlar, bolalar. $6,000 foyda qilgan bo'lamiz. Ana endi $3,000 boya ziyon qilganmiz 6 tadan. 10 ta imkoniyatimiz bor-ku safetyda, to'g'rimi? Ya'ni 10%, 10 ta imkoniyat. Xullas biz 6,000 dan 3,000 ayirsak, $3,000 baribir foydada chiqamiz, to'g'rimi? Demak, bu safety accountda biz 35 55 win rate orasida yurganimizda 10 ta imkoniyatdan 6 tasi minus bo'lib turib, 4 tasidan tip olsak ham biz $3,000 foydada chiqamiz ekan, bolalar. $3,000 foydada ekanmiz. Endi futures accountda bizda nima bor? Bizda $2,000 imkoniyatimiz bor. Mana bunga o'xshab $5,000 emas. Safetyga o'xshab $5,000 imkoniyatimiz yo'q. Bizda $2,000 imkoniyatimiz bor. Bizda 35 bilan 55 win rate'imiz bor. To'g'rimi? Ana endi qaranglar. Qaranglar, $2,000 %1 risk qiladigan bo'lsak, boya bu degani 35 55 win rate orasida yurgan odamda 10 ta zelkasidan 4 tasi yo 5 tasi o'xshab, 4 tasi yo 5 tasi o'xshamaydi degani bo'lsa, endi futures accountlarda bizda o'zi 2,000 bo'lsa, biz 1% qilsak, bizda 4 imkoniyat bo'lib qoladi. To'g'rimi? Ana endi o'sha safetyda qilingan risk management bilan agar bunda ishlaydigan bo'lsak, o'sha mana shu win rate bilan, mana shu 35-55% win rate bilan biz o'sha birinchi o'xshamaganlarimiz 10 tadan 5 ta o'xshab, 5 ta o'xshamasligi mumkin-ku, to'g'rimi? O'sha o'xshamaganlari birinchisiga to'g'ri kelib qolsa, birinchi ochgan zerkalarimizga to'g'ri kelib qolsa, biz shu bilan akkauntni uxlatib qo'yamiz, chunki bizda $2,000 atiga risk qilishga imkoniyatimiz bor. Ana endi biz nima qilamiz? Buni maydalab olamiz. Qanaqa qilib maydalab olamiz deganingizda, biz buni 0.50 riskka tushiradigan bo'lsak, bizda 4 ta emas, 8 ta imkoniyat bo'ladi. To'g'rimi? Ana endi 0.50 ga emas, biz buni 0.25 yoki 0.30 ga tushirib olamiz. Ya'ni biz riskimiz uchun maydalab tashlaymiz. Boya $2,000 ni maydalab tashlaymiz. Endi xo'p, 0.30 0.25 imiz 50 kada $500 1% bo'lsa, yarim foizimiz $250 bo'lsa, 0.25 imiz o'shani yarimi, ya'ni $125 bo'ladi. Shuning uchun 0.25 0.30 deganim bu bo'ladi $150 bo'ladi. Ya'ni siz futures accountda 25-55 atrofida win rate'da yuradigan bo'lsangiz, men o'zim win rate'im shu atrofida. Shu atrofida bo'ladigan bo'lsangiz, siz futures accountda bir dona сделка uchun $150 risk qilishga haqqingiz bor. Ana endi mana $150 qayerdan kelib chiqqanini tushungan bo'lsangiz kerak deb o'ylayman. Tushundingiz-a? Demak, safety accountlarda nima uchun 1% qilsak bo'ladi, futures accountlarda nega 1% qila olmaymiz va nima uchun $150 risk qilishimizni sizga tushuntirib, keltirib berdim. Ana endi buni hammasini o'chiraman va pastda o'sha o'zim ishlagan trading plan deymizmi, o'sha amal qilgan qonun qoidalar deymizmi, o'shani sizlar bilan bo'lishib chiqaman.
Demak, mana bu savol bo'lib qolmasligi uchun qo'ldan kelguncha tushuntirdim. $150 nima uchun $150 qilamiz deb savol tug'ilib qolmasligi uchun sizlarga tushuntirib berdim. Demak, boshladik. Xo'p. Futures akkauntlarda ishlash bo'yicha aniq topshiriq. Aniq topshiriq. Nima uchun aniq topshiriq? Bu topshiriqni shaxsan o'zimga ustozim, One PPSL asoschisi Shehrozjon, o'zimning ustozim bu topshiriqni menga bergan. Ya'ni, aka, siz mana shu ishlarni qiling, sizda yaxshi bo'lib ketadi degandan keyin baribir ustoz kerak hayotda ham, ishda ham. Otasiga rahmat, shu yigit menga mana shu qonun qoidalarni qilib bergandan keyin menda Xudoga shukr, alhamdulillah, yaxshi bo'lib ketdi. Xo'p, ketdik bo'lmasa. Akkauntlarda ishlash bo'yicha aniq topshiriq. Aniq topshiriq bu One PPSL Shehrozdan menga bo'lgan topshiriq. Ketdik. Bir kunga 50 ta akkaunt uchun $450 risk qilish. Endi e'tibor bering. Boya 150 edi-ku, nega 450 bo'lib qoldi? deydigan bo'lishingiz mumkin. Xo'p, qaranglar, endi biz futures akkauntlarda bitta narsani bilib qo'yinglar. Futures akkauntlarda ishlayapsizmi? Siz valyuta paralarda imkon darajada ishlamang. Imkon darajada ishlamang. Siz yaxshiroq, tezroq yuradigan, ko'proq volatiliniz bo'ladigan akkauntlarda ishlashni tavsiya qilaman. Bu hozirgi kunda tillarni ham sal qo'shyapman. Yaxshi model bo'lsa, aynan Nasdaq uchun prям ideal. Chunki chet el treyderlarni ham ko'radigan bo'lsangiz, aynan Michael Dozi ham, Chermani va hokazo o'sha futures akkauntlarda yaxshi ishlab kelayotgan treyderlarni kuzatadigan bo'lsangiz, ko'proq Nasdaqda ishlaydi. Bu plan aynan Nasdaq uchun qilingan plan. Bunda valyuta paralarida qilinmagan. Ani endi $450 risk bir kunga 50 ta akkaunt uchun $450 risk, bu bir kunga berilgan risk. Bitta сделкаga emas. Bir kunga berilgan risk. Ya'ni 450 maksimum $500 bo'lsa ham bo'laveradi deb turib ustozim menga mana shuni belgilab bergan. Mana shuni qilib ko'ring, aka, yaxshi bo'ladi deb. Xullas, bir kunga 50 ta akkaunt uchun bizda nima bor? $450 pul sarflasak bo'ladi. Endi har bitta savdo uchun $150 risk qilish. Boya tushunturdimmi? Nima uchun $150 qilamiz? Demak, har bitta savdo uchun $150 risk qilsa bo'ladi. Maksimum $200. Agar oshib ketsa yoki masalan mendaqa payt bo'lib qoladi-da, bolalar. Kontraktingiz bitta kontrakt olsangiz $125, $130 bo'lib qoladi-da, ikkita kontrakt olsangiz 200 xullas 150 dan pastroq bo'lib qoladi, ikkita qo'ysangiz 150 dan baland bo'lib qoladigan vaziyat bo'lib qoladi. O'sha paytda masalan 125 yoki 110 bo'lib qolsa, yana bitta kontrakt qo'ysangiz 200 atrofiga to'g'ri keladigan bo'lsa, siz 200 gacha xullas kontraktingizni ko'paytirsangiz bo'ladi. Maksimum 200, minimum 150. Tushundingiz-a? 150 bilan 200 oralig'ida bemalol kontraktingizni to'g'rilab ochsangiz bo'ladi. Demak, har bitta savdo uchun 150 yoki $200 risk qilishimiz mumkin ekan. Demak, kunlik risk qilinadigan 450 har bitta foyda bilan yopilgan savdolarning foydasidan ham hisoblanadi. Tushunyapsizmi mana? Birinchi qiladigan ishimiz 50 ta akkaunt uchun $450 ajratib olamiz bir kunda. $450 risk qilaman, bo'ldi, undan oshini qilmayman deysiz. 450 dan oshib ketsa to'xtaysiz. Yonib ketsa ham, zo'r model bersa ham ishlamaysiz, yopasiz kompyuterda. Xo'p, har bitta savdo uchun $150 risk qilasiz. Har bitta savdo uchun. Endi kunlik risk qilinadigan $450 deyapti. Bir kunda $450 ajratdingiz-ku, har bitta foyda bilan yopilgan savdolarning foydasidan ham hisoblanadi. Bu nima degani? Qaranglar. Siz fondoviy ochildi deylik, Nasdaq fondoviy ochildi, makro 950 makroda bitta сделка ochdingiz. Va
bitta 150 dollar risk qildingizda, deylik, 1 ga 1 yurdida 300 dollar foyda bilan nima qildi? Yopildi. Сделка yopildi. Demak, siz bugun 300 dollar foyda qildingiz birinchi bitimdan, to'g'rimi? Ana endi siz mana kuniga deylik depozitingiz 2000 dollar turgan bo'lsa, ya'ni 52 ming dollar turgan bo'lsa, deylik misol uchun 52 ming dollar, siz bundan 51.550 dollargacha tushirishga haqqingiz bor, to'g'rimi? 50, ya'ni 450 dollar bugunga ajratgan bo'lsangiz, demak men 51.500 gacha tushirishga haqqim bor ekan deb turib, o'zingizga o'zingiz yana berganingizdan keyin mana 450 dollar bugunga ajratgansiz, lekin siz birinchi savdoda 300 dollar foyda qilib qo'ydingiz. Endi nima bo'ladi? Mana bunga 300 dollar qo'shiladi. 300 dollar qo'shilganda 52.300 bo'lib qoladi. Keyingi savdoyingiz uchun siz mana 450 ni mana buni ichiga oladi. Tushuntira oldimmi? Ya'ni siz mana 52.300 dan endi keyingi riskingiz uchun mana bu 300 ham hisoblanadi. Ya'ni keyin siz masalan yana 10 yillik makroda сделка ochdingizda 300 dollar zarar qilib qo'ydingiz. Minus qilib qo'ydingiz. Deylik, bitim ochib 300 dollar zarar qilib qo'ydingiz-ku, boyagi 300 dollar zarar, 300 dollar foyda mana buning ichiga kirib ketib, siz 750 bugun anaqam bor deb hisoblamaysiz. Ya'ni boya 300 dollar qildim, bugun 450 dollar depozitimdan ajratib oldim, 350 dollar foyda qildim, 750 bor, bugun 750 risk qilaman demaysiz. Tushundingizmi? Ya'ni boyagi 450 ga 350 750 qo'shilsa ham siz boyagi 300 ni yana riskka qo'yish haqqingiz bor, undan orqasini qo'ya olmaysiz. Tushuntira oldimmi? Demak 750 ni hammasini qilmaysiz, chunki siz mana foydani ham kunlik yo'qotish summangizga qo'shasiz. Demak, keyingi zelkangiz 300 dollar zarar qilib qo'ydingizmi? Ana endi sizda 3-zelkaga qancha imkoniyatingiz bor? 450 imkoniyatingiz yo'q. Siz mana buni yo'qotdim deb o'ylamang. Siz mana bundan yo'qotdingiz-da 300 ni. Mana buni foyda qilib, mana birinchi zelkangiz foydada yopilgan bo'lsa ham, keyingi zelkangiz yana mana bundan hisoblanadi. Mana buni hisoblamaysiz. 300 foydam bor edi-ku, hozir mening minusim shu 300 plyus bilan rashyot bo'ldi. Yana menda 450 dollar risk bor deb hisoblamaysiz. Tushuntira oldimmi? Demak, sizda mana 300 minus qildingizmi ikkinchi zelkada? Birinchi zelka foyda, ikkinchi zelka 300 dollar zarar qildingizmi? Siz mana bundan ayirasiz. 450 dan ayirasiz, 300 deb ayirib olasizda, sizda 150 dollar imkoniyat qolgan. 150 dollar imkoniyat qolgan. Ya'ni siz 3-chi urinishga, ya'ni 3-zelkaga siz mana 150 dollarni risk qilishga haqqingiz bor. Undan ko'pini emas. Chunki siz ikkinchi zelkada 300 ni berib qo'ydingiz. Mana bundan 450 dan 300 ayirsak 150 qoladi. 3-chi imkoniyatga siz mana 150 dollar risk bera olasiz, xolos. Tushuntira oldimmi sxemani qanaqa zo'rligini? Mana shunday qilib ishlasangiz, xo'p. Endi shu yerda o'zida savol kelib qoladi. Nega bir kunda 3 ta zelka ochishimiz kerak? Nasdaq 950 makro, 1050 makro, fondovida ochilishi 850 makro, PM session, PM silver bullet. Mana shu 6 ta 7 ta sanab o'tgan anaqalarimda bemalol siz savdo qilsangiz bo'ladi. 850 makro berish mumkin, fondovida ochilishi berish mumkin, 950 makro berish mumkin, 1050 makro berish mumkin, 1150 makro berish mumkin, PM session ishlashingiz mumkin, PM session silver bullet ishlashingiz mumkin, PM sessionning 15 dagi makrosida, eng kechki makroda ishlashingiz mumkin. Xullas 6 ta 7 ta vaqtda siz Nasdaqda ishlashingiz mumkin bo'ladi. O'shaning uchun bir kunga 450 dollar risk qiling aka deb turib, menga mana shu paytlar ishlashingiz mumkin deb turib 450 dollarga risk berasiz. Valyutalarda unaqa emas, bilasizlar, valyutalarda biz aynan Killzone'da bitta imkoniyat berardik, stop loss olsak yopardik, qozondi. Bo'ldi. Bugungi kun Killzone, Allohu akbar. London stop olsak, New Yorkda yana bitta imkoniyat berardik, yopardik, to'g'rimi? Bunda bunaqa emas.
Bunda bunaqa emas. O'shaning uchun aytyapman, bu sxema sal boshqacharoq safetydan qaraganda. O'shaning uchun bu narsani yaxshilab tushunib olsangiz, foydaga chiqishingiz osonroq bo'ladi. Endi, xo'p, pulni qanaqa qilib risk qilish haqida, demak, tushuntira oldimmi? Men bu yerda misoli ham bor ekan. Qaranglar. Keling, yana o'chiramiz. Tak, ya'ni bu degani misol uchun bitta qilinadigan savdo uchun 200 yillik foyda bilan yopilsa deyapti. O'sha 200 yillik umumiy yo'qotishimiz kerak bo'lgan 400 yillik summani ichiga kirib hisoblanadi. Boya tushuntirganim. Faqat men 300 dollar hisobida misolda tushuntirdim. Yoki misol uchun bitta savdo o'zida 450 yillik foyda qilinsa deyapti. Demak, bitta zeka ochdingiz, birinchi zelkangiz 850 yillik makroda deylik siz bitta zeka ochdingiz, 450 yillik foyda qilib qo'ydingiz. Qilinsa shu kunni o'zida yana savdo qilmoqchi bo'lsam deyapman. O'sha qilingan 450 yillik foydanigina risk qila olaman. Xolos. Shundan ham har bitta savdo uchun 150 dollar risk qilgan holatda. Tushundingiz-a nima demoqchi bo'lgan? 450 dollar bir kunga ajratgansiz, bir kunlik riskingiz va birinchi savdoni o'zida 450 dollar foyda qilib qo'ydingiz. Ana endi siz faqat bugungi boyagi общий depozitingizdan 450 ni yo'qotishga haqqingiz yo'q. Siz mana birinchi qilingan 450 dollar riskingizni yo'qotishingizga haqqingiz bor. Bu ham sizning pulingizda 450 dollardan keyingi zerkangizga 450 dollar foyda qildim-ku, 450 dollar tikib yuboraman degan narsa bo'lmaydi-da. Keyingi zelkaga ham deyapti. Sen o'sha qilingan 450 dollar foydang umumiy yo'qotishing kerak bo'lgan summaga aylanib qoladi deyapti. Keyingi zelkangga ham deyapti, sen faqat 150 dollar risk qilishga haqqing bor deyapti. Tushunyapsiz? Birinchi zelkangiz 450 bilan yopildi. Keyingi makro, keyingi silver bulutlarga ishlamoqchisizda, lekin siz 450 ta risk qilib olmoqchisiz. Yo'q, unaqa bo'lmaydi. Foydangizdan, boya birinchi qilingan foydangizdan yana 150-200 ni riskka qo'yasiz. Riskka qo'yasiz. Ya'ni 200, xullas 450 ni o'sha birinchi qilingan 450 ingizni yo'qotishga haqqingiz bor. Общий puldan yana ola olmaysiz. Tushundingiz-a? Bu narsani menimcha yaxshi tushundilaring deb o'ylayman. Tak. Ana endi boya bitta narsa demoqchi edim. Xo'p, mayli. Xo'p, LOKZda savdo qilinmaydi. Nima uchun? Chunki Nasdaq aynan London Killzone'da uncha yaxshi yurmaydi. Fondoviy ringlik ochilgandan keyin yaxshi yurishni boshlanadi. O'shaning uchun London Killzone'da savdo qilinmaydi degan, lekin bitta istisno tarafi bor. Nasdaq ba'zida London Killzone'da ham yaxshi yuradi. Agar yaxshi model berib, tasdiqlar, SMT'lar, har doim qilayotgan ishlarimiz yaxshi tasdiq bersa, albatta bitta 150 yoki 200 dollarni berib ko'rsa bo'ladi. Bu unaqa strashniy tarafi yo'q. Tak, keyin faqat makro vaqtlarda savdoga kiriladi degan. Bu degani makro yoki silver bulut yoki fondoviy ringlikda ham ishlasa bo'ladi. Unaqa buni ham qattiq qonun qoidasi yo'q, faqat makroda. Lekin imkon darajada makroda ishlangani yaxshiroq. Bilasizlar, makro time framelarda Nasdaq juda ham yaxshi effektni yuradi. Ya'ni biz chizgan SMT, PSMTlar aynan makrolarda juda ham yaxshi ishlaydi. Keyin faqat NQ Nasdaqda savdo qilinadi deb aytib o'tilgan. Endi bu siz masalan tillada ishlamoqchi bo'lsangiz, tillachi trader bo'lsangiz, buni tillada qo'llasangiz ham bo'ladi. Ya'ni endi shu yerda bitta savol kelib qoladi. Nima biz valyuta paralarda ishlasak bo'lmaydimi deb? Yo'q, ishlasangiz bo'ladi. Valyuta paralariga ham aynan o'sha 150-200 dollar riskni qo'yib, birinchi London Killzone'da ishlang, keyin New York Killzone'da yana imkoniyat bering, keyin PM Session'da ham vazda yuradi. PM Session'da balkim yaxshi imkoniyat berib qolish mumkin. Xullas, o'sha 450 dollaringizni LOKZ, New York'z, PM Session yoki Silver Bulutda imkoniyat berib ko'rsangiz yoki New York Killzone'da o'zida 2 marta imkoniyat berib ko'ring va hokazo. Xullas, yevroda ham ishlasangiz bo'ladi. Kerakli paytda buga olinadi va aniq mantiqqa asoslangan holda savdodan chiqiladi. Bu nima degani? Bu olish qonun qoidasini bilasiz.
buni tushuntirib o'tirmayman. Kerakli paytda sal yurdi buviga emas, buviga sabab bo'luvchi struktura yasalsa buviga qo'yishingiz kerak. Ya'ni mana bunaqa narsa tushib kelyapti, haybor katta time frame'da FV'ga keldi, siz mana bu yerdan buyga kirdingiz. Narx yuryapti-da, mana bu hayda yechdi. Demak, siz mana bu yerda kirganmisiz, siz buviga olishingiz kerak, chunki bu hayni yechib tushib ketishi mumkin-da. O'shaning uchun kerakli vaqtda buviga olish kerak deyapti va TPni ham mantiqqa asoslangan holda chiqiladi. Bu nima degani? Ya'ni tepada buy side turibdi, siz buy kirgansiz va narx borib buy side'ni yetmasa, qo'rqmagin, chiqib ketmagin, mantiqqa asoslangin demoqchi xullas. Chiqishingga ham sabab bo'lsin demoqchi. Ya'ni TP o'zi bolalar bilasizlar, TPda 1 ga 3 yurdi, bo'ldi, menga keragim keldi, oldim emas. TPda ham aniq qonun qoidalar bor. Masalan, valyuta paralari dollar indeksi sell side-ni yechib, yevro buy side-ni yechmay qoladigan paytlar bor. SMT bo'lib qoladi. O'sha paytda dollar atkat berib yuborishi mumkin. Siz valyutada buy o'tirgan bo'lsangiz, dollar indeksi sell side yechgan bo'lsa, sizni o'sha paytda yaxshi foydada bo'lsangiz chiqib ketishingiz kerak. Yoki Nasdaq bilan S&P 500 PDH ni yechsa, Nasdaq PDH ni yecha olmay qolib, qaytib ketib qolishi mumkin. O'sha paytda buyda o'tirgan bo'lsangiz, S&P 500 PDH ni yechganda yaxshi foydada bo'lsangiz Nasdaqda yoki fix qilish kerak, yoki chiqib ketish kerak. Xullas, TPni ham mantiqqa asoslanib, TP, ya'ni savdodan chiqqin demoqchi. Xo'p. Necha minut bo'ldi? Yarim soat bo'lib ketdi. Xullas, jigarlar, xuddi mana shu narsani qo'llaganimdan keyin shaxsan o'zimda futures akkauntlarda yaxshi tarafga o'zgardi va xudoga shukr, mana yaqinda kecha yaxshi pul payout qildim. Aynan mana shu tartib, qoida, intizom, risk menejmentga asoslangan holatda. Xo'p, qo'ldan kelgancha, Alloh qodir qilgancha sizlarga tushuntirishga harakat qildim. Yaxshi tushundilaring deb o'ylayman. Yana savollar bo'lsa, albatta Telegram botim bor. Botga savollarni bemalol beringlar. Qo'ldan kelguncha javob beraman. Agar javob bera olmay qolsam, fizik uspet qilmayotgan bo'lishim mumkin, lekin qo'ldan kelgancha javob beraman. Va YouTube'da hozirgi videoga mana shu mehnatni qadrlagan holatda bitta like bosib qo'yinglar, chunki aynan trading sohasida adashib, kallasi boshqa joylarga kirib, noto'g'ri yo'llarda yurgan, ko'p depozit pul yo'qotayotgan bolalarga bu kanallar juda ham kerak. Har xil kurslarga botib qolgan yoki yolg'onlarga adashib qolgan bolalar bor. O'shalarga aynan mana shunaqa manfaatli videolar, manfaatli kanallar kerak. Kirib, qo'shilib, haqiqiy trading qanaqa bo'lishini bilib olishini xohlagan bo'lardim. O'shaning uchun albatta bu narsa uchun siz like bosishingiz kerak, podpiska bo'lishingiz kerak, ko'proq odam ko'rishi uchun. Va shunchaki mehnatimni anaqasi bahosi deb o'ylayman. Sog' bo'linglar jigarlar, rahmat hammaga.